Dushman kelin 109 qism hamma narsani butunlay o'zgartiradigan burilish bo'lishi mumkin. Marjona 60 dan uzoqlasha boshlaydi. Hoshimjon esa o'zi uchun eng muhim insonni yo'qotayotganini asta-sekin anglaydi. Yer hujjatlari atrofidagi sir, Robiyaning sukuti, Sherzodning kasalligi va Zumrad bilan Tolib o'rtasidagi tobora xavfli tus olayotgan munosabat butun oilani bog'uvchi holatga olib kelmoqda. Eng qo'rqinchlisi shuki, endi hech kim avvalgidek his-tuyg'ularini ushlab turolmaydi. Va bitta sir oshkor bo'lsa, hammasi bir kechada qulab tushishi mumkin. Oilada eng xavfli bosqich boshlanganiga o'xshaydi. Tashqaridan qaraganda hamma hali ham bir dasturxon atrofida o'tirgandek, oddiy gaplashayotgandek. Lekin ichkarida har kimning yuragida alohida bir tugun bor. Hoshimjonning yangi nikohiga tayyorgarlik ko'rilayotgan joylarni ko'rganda, men unda quvonch kayfiyatini sezmadim. Bu ko'proq nimanidir isbotlashga urinishga o'xshaydi. Va eng ko'p isbotlashga urinayotgan odam, Matluba, u go'yoki hammaga bu uy hech qachon Marjonaga muhtoj bo'lmaganini ko'rsatmoqchi. To'yni qanchalik tezlashtirsa, xuddi bu xonadondan eski kelinning izlarini shunchalik tez o'chirmoqchidek ko'rinadi. Lekin ba'zan odam qancha unutishga urinsa, shuncha ko'proq eslaydi. Menimcha, aynan shu narsa Hoshimjonning ichini sekin-asta larzaga sola boshlaydi. Keyingi qismlarda u darhol portlab ketmasligi mumkin. Balki hammasi juda mayda reaksiyalardan boshlanir. Kimdir Marjonaning ismini aytsa, u bir necha soniya jim qolib ketadi. Tanish bir taomni ko'rib, ro'parasida o'tirgan o'sha odamni eslaydi. Yoki yangi qizni beixtiyor eski muhabbati bilan solishtirib qo'yadi. Bunday narsalarni hayotda yashirish qiyin. Ayniqsa hislar hali uzilmay turib, odamni majburan oldinga yurishga majbur qilishsa, menga eng e'tiborli tomoni shuki, Marjona butunlay teskari tomonga o'zgaryapti. U endi faqat alam chekib yiglab yuradigan qizga o'xshamaydi. Sovuqqonroq bo'lib boryapti. Kamroq tushuntiryapti. Odatda katta jarohatdan keyin odam qanchalik sokinlashsa, qarshisidagi odam shunchalik qo'rqadi. Chunki o'sha paytda u haqiqatan ham ketishga qaror qilgandek tuyuladi. Ehtimol, tez orada Marjona bilan sobiq erining oilasi o'rtasida juda keskin yuzma-yuz kelish bo'ladi. Ayniqsa Matluba qarindoshlar yoki yangi qiz oldida yana kinoyali gaplar aytishda davom etsa. Menimcha, u hammasi hali ham o'z nazoratida deb juda ishonib yuborgan. Lekin bu hikoyadagi ko'p odamlar allaqachon o'zgara boshlagan. Ayniqsa Komil, u oldin doim tinchlik bo'lsin deb indamay kelardi. Ammo vaqt o'tgan sari uning nigohi boshqacha bo'lib boryapti. Go'yo u oilani shu darajagacha olib kelgan narsa aynan o'zining sukuti ekanini tushuna boshlagandek. Balki birinchi marta Komil hammaning oldida xotiniga qarshi gapirishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, uydagi havo butunlay o'zgaradi. Yana bir og'riqli tomoni bor, yangi qiz ham baxtli bo'lishi aniq emas. Chunki to'y yaqinlashgani sari Hoshimjonning Marjonani unutmaganini yashirishi qiyinlashadi. Bir necha soniyalik sukut ham yetadi. Yonidagi odam uning hali 60 dan chiqib ketmaganini sezib qoladi. Keyingi voqealar endi oddiy haq-nohaqlik atrofida aylanmaydigandek. Har bir odam o'z tanlovi uchun haq to'lay boshlaydigan pallaga kelinyapti. Matluba uy ichidagi nazoratni saqlab qolishi mumkin. Lekin o'g'lini ich-ichidan yo'qotib boradi. Hoshimjon esa tuyg'ulari bilan itoatkorligi orasida siqilib qoladi. Marjona esa ehtimol ortga qaytmaydigan nuqtaga juda yaqinlashmoqda. Aslida eng qo'rqinchli narsa ajrashish emas. Eng qo'rqinchlisi, bir odam endi seni kutmay qo'ygan payt. Va bu hikoya aynan o'sha lahzaga juda yaqinlashayotgandek tuyuladi. Marjona haqidagi gaplar hali tinib ulgurmasdan, Komilning uyida boshqa bir hid sezila boshlaydi. Yer, hujjat va ochkozlik hidi. Bu Hoshimjonning yangi to'yidek shovqinli emas, lekin undan ham xavfliroq. Chunki his-tuyg'u ba'zan yumshaydi.
Ammo gap mol-mulkka borib taqalsa. Ayrim odamlar bir paytlar qarindosh bo'lganini ham unutib qo'yadi. Ofsin bu safar endi gapni aylantirmayapti. Uning Bog haqida gapirishidan bitta narsa aniq ko'rinadi. U baribir o'z ulushini olmoqchi. So'rab emas. Kelishib emas. Bosim bilan. U erini tinimsiz qistasa, qayta-qayta eslatib tursa, kerak paytda shovqin ko'tarsa. Oxiri Komil yon berishga majbur bo'ladi deb o'ylaydi, lekin qo'rqinchli tomoni yer bo'lish haqidagi gaplarning o'zida emas. Qo'rqinchli tomoni uning baribir meniki bo'ladi degandek qarashida. Ofsin endi Bogga oilaning umumiy mulki deb qaramayapti. U buni go'yoki boshqalar undan ushlab turgan qarzdek ko'ryapti. Odam shunday o'ylay boshlasa, to'xtash joyini ham bilmay qoladi. Tashqaridan qaraganda Mullaka bilan Sobir hali ishni keskinlashtirgisi kelmayotgandek. Uydagi erkaklar ko'pincha shunaqa bo'ladi. Ogizda sekin-sekin, vaqti kelganda keyin ko'ramiz deyishadi. Lekin ayollar boshqa. Ofsin kutishni xohlamaydi. Qancha kutsa, o'zini shuncha yutqazayotgandek his qiladi. Komil jim turgan sari u yanada qattiqroq harakat qilish kerakligiga ishonib boradi. Keyin kadastr degan so'z haddan tashqari ko'p tilga olinadi. Oddiy yer hujjati aslida shunchaki qog'oz. Lekin dars ketayotgan uyda u urush eshigini ochadigan kalitga aylanadi. Hujjat kimning qo'lida bo'lsa, ovoz ham o'shaniki. Hujjat yo'qolsa, birinchi bo'lib gumon ostida qoladigan odam ham tayyor bo'ladi. Menda bu ish gap-so'z bilan tugamaydigandek taassurot bor. Keyingi voqealarda kimdir haqiqatan ham Komilning uyiga yashirincha kirishi mumkin. Mehmon bo'lib emas. Robiyaga yordam berish uchun ham emas. Aynan hammani bezovta qilayotgan o'sha hujjatni topish uchun hozir eng shubhali odam Umida. Uning uy tozalash bahonasi bilan kelishi bir qarashda yaxshi niyatdek tuyuladi, lekin o'ylab ko'rilsa, nimadir joyida emas. Oila ichida muammo ko'paygan, Robiya zaif, ko'zlari yaxshi ko'rmayapti. Xuddi shu paytda u uyga kirib supurib sidirgisi keladi. Haddan tashqari mehribonlik ba'zan qo'rqinchli ko'rinadi. Uy ichidagi qizaloqning Umidani darvoza oldida to'xtatib qo'ygani kichkina, lekin juda muhim detal. Bola kattalarning hamma o'yinini tushunmasligi mumkin, lekin kattalar buzmoqchi bo'lgan chegarani aynan u saqlab qoldi. U faqat ota-onasining gapiga kirdi, begona odamga eshik ochmaslik. Kattalar uyda yo'qligida hech kimni ichkariga kiritmaslik. Shu xolos. Ammo aynan shu xolos Umidaning rejasini to'xtatib qo'ydi. Shu yerdan keyin Umida to'xtab qolmasa kerak. Eshikkacha kelib kira olmagan odam odatda qaytishning boshqa yo'lini izlaydi. Balki Robiya uyda yolg'iz qolgan payt bo'lar. Balki hamma uni shifokorga olib ketgan vaqtda. Yoki juda oddiy bir tushdan keyin uy ichida faqat qadam tovushi eshitilib, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan ayol qarshisida kim turganini aniq bilolmay qolgan lahzada, mana shu joy qo'rqinchli. Robiya hozir bu uyning eng nozik joyiga aylanyapti. U ojiz bo'lgani uchun emas. Yomon niyatli odamlar uni aldash oson deb o'ylagani uchun. Ular u ko'rmaydi. Demak bilmaydi deb o'ylashyapti. Lekin ba'zan ko'zi bilan ko'rmaydigan odam boshqalar o'ylagandan ko'proq narsani eshitadi. Shkaf ochilgan tovush, shoshilgan qadam, pastlatilgan ovoz. Hammasi biror sirni ochib qo'yishi mumkin. Menimcha, Robiya nimadandir shubhalana boshlaydigan sahna bo'lishi mumkin. U kim kirganini aniq bilmasligi mumkin. Nima olinganini ham bilmasligi mumkin. Lekin uyda nimagadir tegilganini sezadi. Bu zaif holatga tushib qolgan odamning ichki sezgisi. U buni Komilga aytganda esa savol tugiladi. Komil darhol ishonadimi? Komil hozir hamma tomondan siqilib qolgan. Bir tomonda Matluba sabab oiladagi tinchlik buzilgan. Bir tomonda Robiyaning sog'ligi va ko'zlari. Endi ustiga yer-mulk masalasi ham qo'shildi.
Bu odam uyni tinch saqlamoqchi bo'lgan sari uy yanada ko'proq chalkashadi. Balki aynan uning kechikib qaror qilishi boshqalarga harakat qilish imkonini berayotgandir. Ofsin esa olovga yog' sepishda davom etadi. U hujjatni og'zi qoliga olmasligi ham mumkin. Lekin bir ogiz gijgijlash, eriga bir marta nolish, boshqalar hammasini ushlab turibdi, bizga hech narsa yo'q degan gapni tashlashning o'zi yetadi. Ochkozlik har doim ham o'z oyog'i bilan yurmaydi. Ba'zan boshqalarning qolidan foydalanadi. Eng tarang nuqta ehtimol hujjatlar rostdan ham yo'qolgan yoki yo'qolish arafasida turgan payt bo'ladi. Ana shunda hammaning ko'zi bir-biriga tushadi. Komil Ovsindan shubhalanadi. Ovsin o'zini haqorat qilingandek tutadi. Mullaka ortida qoladi. Sobir ham chetda tura olmaydi. O'sha paytda uyda hech kim baqirmasa ham bo'ladi. Bu xonaga kim kirgan edi? Degan bitta gapning o'zi sovuq ter bostiradi. Menimcha, Habul tugunni yechadigan odamga aylanishi mumkin. Oldin ham u kimdir uyga kirib chiqqanini sezgan edi. Agar u o'z vaqtida gapirsa, Umidaning ismi stol ustiga chiqadi. Lekin muammo shunda, dalil bormi? Yoki hammasi faqat gumonmi? Oilaviy dramalarda eng og'riqli joy ham shu. Haqiqat hali aniq bo'lmasdan, ishonch oldinroq yo'qoladi. Eng kuchli burilish Robiya kirgan odamning ovozini tanib qolganida bo'lishi mumkin. U ko'rmaydi, lekin eshitadi. Balki Umidaning tasodifan aytgan bitta gapi ham Robiyani karaxt qilib qo'yar. Tanish ovoz, qadam tashlash uslubi, atir hidi. Shunaqa mayda narsalar ba'zan kamera yoki guvohdan ham qo'rqinchliroq bo'ladi. O'sha paytda Komil tanlashga majbur bo'ladi. Xotinining sezgisiga ishonadimi? Yoki qarindoshlarning yuzini saqlash uchun yana sukut qiladimi? Agar u yana ikkilansa, Robiya yanada qattiqroq ranjiydi. Chunki eng og'iri begona odamning aldashi emas. Eng og'iri, sen rost gapiryapsan, lekin o'z odaming senga ishonishga jur'at qilolmayapti. Ovsin esa burchakka tiqilsa, osongina tan olmaydi. U ovozini tezda o'zgartira oladi. Hissa talab qilayotgan odamdan birdan ezilgan kelinga aylanadi. Muammo qilayotgan odamdan jabrlanuvchiga aylanadi. Mana shunaqa odamlar oilani eng ko'p charchatadi. Hech qachon o'zini ochkoz demaydi, faqat haqqimni so'rayapman deydi. Bu qism og'ir bir oilaviy yig'inga borib taqalishi mumkin. Katta stol ham, ko'p odam ham shart emas. Komil, Mullaka, Ovsin, Sobir, yon tomonda jim o'tirgan Robiya bo'lsa yetadi. Keyin har bir gap eng og'riqli joyga tegadi. Kimning haqqi bor, kim chetda qoldirilgan, kim qurbonlik qilgan, kim hisob-kitob bilan yashayapti, mulk taroziga qo'yilgan paytda. Qarindoshlik juda tez arzonlashib ketadi. Oxirida kadastr hujjati butunlay yo'qolmagan bo'lishi ham mumkin. Balki faqat joyidan siljitilgan. Balki Umida uni hali ololmagan. Lekin qayerda turganini bilib olgan. Shuning o'zi ham xavotir uchun yetadi. Chunki o'sha lahzadan boshlab Komilning uyi endi xavfsiz joy bo'lmay qoladi. U hamma shkafni qulflaydigan, kalitni yashiradigan, bir-biriga yarim ko'z bilan qaraydigan joyga aylanadi. Menimcha, eng kuchli yakun shunday bo'lishi mumkin. Robiya tashqaridan kelayotgan qadam tovushini eshitib, kutilmaganda Umidaning ismini aytadi. Butun uy jim bo'lib qoladi. Umida joyida qotadi. Ovsinning rangi o'zgaradi. Komil esa xotiniga qarab, birinchi marta Robiya hamma o'ylagandan ko'proq narsani bilishini tushunadi. Endi qolgan savol shuki, o'sha uyga kirgan odam chindan ham faqat bitta hujjatni xohlaganmidi yoki butun oilani qaytib bo'lmaydigan ajralish sari tortib ketmoqchimidi? Bog' hujjatlari masalasidan keyin ortida qolgan odam Komil emas. Aslida Robiya. Qiziga u hech narsa qilmayapti. Faqat o'tiribdi, jim, ko'zlari bilan bog'liq falokatdan keyin tobora zaiflashgan. Ammo aynan shu sukut uyni yanada qo'rqinchli qilib qo'yapti.
Chunki hamma Robiya ko'rmaydi, demak bilmaydi, deb o'ylayapti. Balki ular bir narsani unutgandir. Ko'zi bilan aniq ko'ra olmaydigan odam quloqi, sezgisi, nomi yo'q xavotiri bilan ko'ra boshlaydi. Menimcha, keyingi qism katta sahna bilan boshlanishi shart emas. Robiya xonasida o'tirib, hovlidan kelayotgan ovozlarni eshitsa, kimdir kadastr degan so'zni past ovozda aytsa. Shuning o'zi kifoya. U bu ofsinmi yoki umidami aniq bilmasligi mumkin. Lekin kimdir undan yuz o'girayotganini sezadi. Uy ichida kimdir u eshitib qolishidan qo'rqib pastroq gapira boshlagan bo'lsa, demak tinchlik tugagan. Robiyadagi eng og'riqli narsa endi uning ko'rmay qolganida emas. Eng og'irlisi, u buni o'zi munosib bo'lgan jazodek qabul qila boshlayapti. U go'yo bu kechirilish uchun to'lanadigan badal, karma, o'ziga tushgan azobdek gapiradi. Buni eshitish juda og'ir. Chunki davolanishni xohlagan odam hali taqdirga qarshi turadi. Robiya esa ba'zan o'zini endi hech narsa kutma deb ishontirayotgandek, aynan shu taslim bo'lish Komilni qo'rqitadi. Oldin u uy tashvishi, yer masalasi, qarindoshlar, pul haqida o'ylashi mumkin edi. Ammo xotini shunday gaplarni aytayotganini ko'rganida qolgan hamma narsa kichrayib ketadi. Birinchi marta u tinchlikni ham, Bog'ni ham saqlab qolishni emas, faqat Robiya yana ko'ra olishini xohlaydi. Shu yerda Komil rostdan ham kuchsizlanishi mumkin. Bu odamlar oldida ojiz qolish emas. Bu uning yolg'iz o'tirib, hech narsa deya olmay, faqat shifokor bosh chayqab qo'yishidan qo'rqadigan holati. Bu qo'rquv boshqacha. Chunki yer hujjati yo'qolsa, uni topish mumkin. Qarindoshlar janjal qilsa, ularga javob berish mumkin. Lekin Robiyaning ko'zlari qaytmasa, u hayotining juda katta bir qismini yo'qotishini biladi. Habib esa bu qo'rquvni eng aniq ko'radigan odam bo'lishi mumkin. Uning bir ogiz tasallisi bu paytda shunchaki dalda emas. Go'yo Komilni yana ozgina tik ushlab turadigan narsa. Lekin unga tasalli berilgan sari u xotinini bu uyda juda ko'p narsaga chidatib qo'yganini yanada ko'proq tushunadi. Ba'zi pushaymonlarni aytish shart emas, sevgan odaming kundan kunga zaiflashayotganini ko'rishning o'zi yetadi. Shu orada tashqaridan odamlar kelib, achinish bilan gapira boshlaydi. Eshitganda yaxshi ko'rinadi. Ammo ba'zan achinish ham odamni og'ritadi. Hamma bechora, ko'zlari ochilib ketsin, sabr qiling deydi. Lekin har bir shunday gap Robiyaga uning o'zgarganini, zaiflashganini, endi boshqalar unga achinish bilan qarayotganini eslatadi. Bir paytlar uyda suyanch bo'lgan odamga achinarli odamdek muomala qilish. Bu oson narsa emas, balki matluba ham kelar, odobli eshitiladigan bir-ikki ogiz gap aytar. Lekin Robiya uchun bu so'zlar iliq tuyulmasligi mumkin. Chunki u kim chin dildan gapiryapti, kim faqat o'z obro'sini saqlash uchun kelganini sezadi. Yorug'lik xiralashgan sari u odamlarning ovoziga yanada sezgir bo'lib boradi. Soxta xo'rsinish, haddan tashqari silliq so'ralgan hol-ahvol. Ba'zan shuning o'zi ham odamning etini junjiktiradi. Asosiy nuqta shu yerda. Robiya Bog' haqidagi sirni birinchi bo'lib eshitib qolishi mumkin. Kimdir unga aytgani uchun emas. Odamlar uni haddan tashqari mensimagani uchun. Ofsin bilan umida u ko'rmaydi, demak xavf yo'q deb o'ylashi mumkin. Ular eshik oldida gaplashib qolishi yoki u uxlayapti deb o'ylab nimanidir titkilashi mumkin. Ammo qorong'ilikda yashayotgan odam ko'pincha juda sergak bo'ladi. U har bir qulf tovushini, har bir tortma ochilishini, har bir sekin bosilgan qadamni eshitadi. Ko'z oldimga juda tarang bir sahna keladi. Robiya jim yotibdi, nigohi boshliqqa qadalgan. Tashqaridan eshikning sekin ochilgan ovozi keladi. Kimdir kiradi, lekin uning ismini aytmaydi. Hol so'ramaydi. Bir oz to'xtaydi-da, to'g'ri shkaf tomonga yuradi. Robiya aniq ko'rmaydi. Lekin eshitadi. Bu Komilning qadami emasligini biladi. Habib ham emas.
Uyda erkin yuradigan odam ham emas. Bu qadamda yashirinlik bor. O'sha paytda Robiya sekingina "Kim u?" desa, butun sahna muzlab qolishi mumkin. U odam jim bo'lib qoladi. Juda uzun sukut. Keyin tanish bir ovoz og'zini bosib, faqat uning biror narsaga muhtoj emasligini ko'rgani kirganini aytadi. Tashqaridan qaraganda oddiy. Ammo Robiyaning xayolida barcha bo'laklar bir-biriga ulanadi. U odam uning oldiga kelmagan. U odam uyda yashirilgan narsa uchun kelgan. Shuning uchun ko'z davosi endi faqat tibbiy umid emas. U portlashga tayyor bomba. Agar Robiya yana ko'ra boshlasa, u faqat yorug'likni ko'rmaydi. U o'ziga yolg'on gapirgan yuzlarni ko'rishi mumkin. Unga achinayotgandek ko'ringan odamlarni ko'rishi mumkin. Butun bu uy ichkaridan chirib borayotganini ham ko'rishi mumkin. Menimcha, film hisni aynan shifokor natijani aytishidan oldin to'xtatib qo'yishi mumkin. Komil yo'lakda turadi, qo'li sekin titraydi. Habib yonida jim. Xonada Robiya ko'zini ochishni kutadi. Hech kim qattiq nafas olishga ham jur'at qilmaydi. Chunki bu natija faqat uning ko'ra olishi yoki ko'ra olmasligini belgilamaydi. U uyda kimning siri ochilishini ham belgilaydi. Eng og'ir zarba esa shundan keyin bo'lishi mumkin. Robiya ko'zini ochadi, lekin hech narsa demaydi. Faqat boshini umida yoki ofsin tomonga burib uzoq tikilib qoladi. Darhol ayblash shart emas. Baqirish ham shart emas. Aybdor odamni qo'rqitish uchun ba'zan bitta nigohning o'zi yetadi. Agar davolanish muvaffaqiyatsiz chiqsa, hammasi boshqa, yanada qorong'i yo'lga buriladi. Komil ojizlikdan chokib ketishi mumkin. Robiya yanada ichiga yopiladi. Hujjatlarni ko'zlayotgan odamlar esa yanada dadillashadi, chunki ular bu uy eng muhim qo'riqchisidan ayrildi deb o'ylaydi. Demak, keyingi voqealar faqat Robiyaning ko'zlari ochiladimi yo'qmi degan savol emas. Savol bundan kattaroq, hamma uni qorong'ilikda qolgan deb o'ylayotgan paytda. Balki aynan u boshqalardan oldin haqiqatni ko'radigan yagona odamga aylanmasmikan? Robiya ortidan eshik yopilishi bilan boshqa bir joyda yana bir eshik haddan tashqari oson ochiladi. Bu safar gap hujjat haqida ham emas, Bog haqida ham emas. Gap qorong'ilikdan qo'rqayotgan yosh qiz haqida. Va kerak bo'lganidan ko'proq vaqt qolib ketgan bir erkak haqida. Zumrad Tolibdan qolishni sevgi izhori bilan so'ramaydi. U faqat uyda yolg'iz qolishdan qo'rqishini aytadi. Eshitganda oddiy, hatto achinarli tuyuladi. Ammo otasi kasalxonada. Onasi xavotirda, uy esa birdan odatdagidan kengroq va sovuqroq bo'lib qolgan bir paytda. Shu gap Tolibni nomi yo'q chegaradan o'tkazib yuboradi. Menimcha, bu joy juda hayotiy. Ba'zan odam hech kimni ataylab sevib qolmaydi. U faqat o'zini kamroq qo'rqitadigan odamga suyanadi. Avval kasalxonaga olib borishda yordam so'raydi. Keyin dori olib keladi. Keyin bir kecha qolib bersa, ko'ngli tinch bo'lishini aytadi. Har bir kichik ish alohida qaraganda noto'g'ri emas. Lekin hammasi qo'shilganda juda xavfli bog'lanishga aylanadi. Tolib buni tushunadi. U odamlar nima deb o'ylashini bilmaydigan darajada beparvo emas. U masofani saqlashga harakat qiladi, muloyim gapiradi, hammasi chegarada qolishini xohlaydi. Lekin baribir qoladi. Ba'zan faqat qolishning o'zi ham voqealarning rangini o'zgartirib yuboradi. Zumradning ko'zida esa Tolib endi oddiy tanish emas. U aynan kerak paytda paydo bo'ldi. Otasi xuruj qilganida birga bordi. Onasi vahimaga tushganda yordam berdi. Uy bo'sh qolganida esa u o'zini tashlab ketilmagandek his qildirgan yagona odam bo'ldi. Minnatdorlik hissi juda oson mehrga aralashib ketadi. Ayniqsa odamning ko'ngli bo'shashgan paytda, ammo oila bunday narsalarga yumshoq qaray olmaydi. Zumradning ota-onasi uchun qizining obro'si hazil emas. Men uyda yolg'iz emas edim degan bir ogiz gapning o'zi ularni darrov cho'chitishi mumkin.
Bu gap nimani anglatadi? Kim u bilan birga bo'lgan? Qancha vaqt? Nega oldindan aytilmagan? Shunday bir nechta savolning ozi uy ichidagi havoni ogirlashtirib yuboradi. Keyingi voqealar ehtimol tasodifiy til chiqishlardan kuchayadi. Zumrad hech kimga maqtanmoqchi ham, qarshi chiqmoqchi ham emas. U buni juda tabiiy aytib yuborishi mumkin, hatto Tolib bilan o'rtasidagi kichik sirdek biroz quvonch bilan. Ammo aynan shu beparvolik xavotirli. Ichkaridagi odam buni yordam deb ko'radi. Tashqaridan eshitgan odam esa butunlay boshqa ma'no chiqaradi. Tolib juda noqulay joyda qoladi. Juda ko'p tushuntirsa, go'yo nimanidir yashirayotgandek ko'rinadi. Jim tursa, tan olgandek bo'ladi. Darrov ketib qolsa, Zumrad o'zini tashlab ketilgandek his qilishi mumkin. U boshida faqat yordam bermoqchi bo'lgan oilaning ichiga tobora chuqurroq tortilyapti. Begona odam edi. Endi kasalxonaga olib boradigan, dori oladigan, uyga qaraydigan, biror gap bo'lsa chaqiriladigan odamga aylandi. Eshitganda yaxshi. Lekin bu ham yumshoq tuzoqqa o'xshaydi. Zumradning onasi bu noaniqlikni birinchi bo'lib sezishi mumkin. Unga juda katta dalil shart emas. Qizining Tolibga biroz uzoqroq qaraganini, uning ismini boshqacha ohangda aytganini yoki kimdir so'raganda beixtiyor uni himoya qilganini ko'rsa yetadi. Ona ko'pincha shunday mayda o'zgarishlarni sezadi. Qizini qanchalik yaxshi ko'rsa, shunchalik qo'rqadi. Sherzod esa kasallikdan keyin darrov jahli chiqadigan holatda bo'lmasligi mumkin. Lekin u boshqacha jim qoladi. Ota odam qizining bir erkak bilan uyda tunagani haqida eshitsa, sabab to'g'ri bo'lsa ham ichida baribir gashlik paydo bo'ladi. U Tolibga oilasiga yordam bergani uchun rahmat aytishi mumkin. Ammo rahmat aytish butunlay xotirjam bo'lish degani emas. Eng tarang joy ehtimol bu gapni uchinchi odam eshitib qolganida boshlanadi. Yomon odam bo'lishi shart emas. Qo'shni, qarindosh yoki tasodifan kelib qolgan kimdir Tolibning ertalab uydan chiqayotganini ko'rsa ham yetadi. Shubhali nigoh. Yarim hazil, yarim savol. Shu kifoya. Zumradning obro'siga putur yetishi uchun katta janjal shart emas. Ba'zan hammasi bitta pichirlashdan boshlanadi. Shu yerdan Zumrad birinchi marta oilasiga qarshi jahli chiqishi mumkin. U o'zini nohaq gumon qilinyapti deb his qiladi. Uning nazarida Tolib faqat uyda muammo bo'lgan paytda yordam berdi. Kattalar esa uzoqroqni ko'radi. Ular odamlarning gapini o'ylaydi. Odob, urf-odat, qiz bola noto'g'ri tushunilsa to'laydigan narx haqida o'ylaydi. Qarama-qarshilik aynan shu yerda. Bir tomonda tabiiy o'sayotgan tuyg'u, boshqa tomonda esa jamiyat qo'rquvi butun oilani bosib turadi. Tolib ham endi chetda tura olmaydi. U Zumradni himoya qilish uchun chekinishni tanlashi mumkin. Ammo bu chekinish qizning ko'nglini og'ritadi. Yoki u qolib mas'uliyatni bo'yniga olish kerak bo'lgan erkak sifatida ko'rilishga rozi bo'ladi. Qaysi yo'lni tanlamasin, u endi uning hayotidan shunchaki o'tib ketgan mehmon emas, ko'z oldimga portlashga juda yaqin bir sahna keladi. Zumradning onasi to'g'ridan to'g'ri so'raydi, kecha kim bilan eding? Zumrad qotib qoladi. Tolib yaqin joyda turadi, gapirmoqchi bo'ladi, lekin qanday gapirishni bilmaydi. Sherzod charchagan holda jim o'tiradi, ammo uning nigohi har qanday tanbehdan ogirroq. Hech kim baqirmaydi. Aynan hech kim baqirmagani uchun sahna yanada bogiq bo'ladi. Keyin Zumrad juda bolalarcha, lekin juda rost bir gap aytishi mumkin. Men shunchaki qo'rqdim. Bunday gap eshitgan odamning yuragini yumshatadi. Lekin hech narsani hal qilmaydi. Chunki tashqaridagi jamiyat butun voqeani eshitmaydi. Ular faqat eng oson noto'g'ri tushuniladigan qismini eshitadi. Vaqt o'tgan sari Zumradning Tolibga bo'lgan hislari aniqroq ko'rinishi mumkin. U buni hali sevgi deb atamasligi mumkin. Lekin u endi Tolibga muhtoj bo'la boshlaydi. Xabariga, borligiga,
Kimdir uning tomonida turganini his qilishga. Bu ehtiyoj vaqtida to'xtatilmasa, ikkalasini ham nazoratdan chiqaradigan narsaga aylanishi mumkin. Eng kuchli yakun, ehtimol, ertasi tongda bo'ladi. Tolib gap-so'zdan qochish uchun erta ketmoqchi bo'ladi. Eshikni juda sekin ochadi. Ammo tashqarida allaqachon kimdir turadi. Bu Zumradning onasi bo'lishi mumkin. Qo'shni bo'lishi mumkin. Yoki kasalxonadan kutilganidan erta qaytgan Sherzodning o'zi bo'lishi mumkin. Hech kim ko'p narsa so'rashi shart emas. Tolibning o'sha uydan ertalab chiqayotganini ko'rishning o'zi yetadi. Undan keyingi barcha tushuntirishlar kuchsiz eshitiladi. Shu lahzada Zumrad bilan Tolibning hikoyasi endi kim haq, kim nohaq degan masala bo'lmay qoladi. U bundan ham qiyinroq savolga aylanadi. Odam zaif paytida qilingan bir yordam butun umrga qarzdek tushunilib ketishi mumkinmi? Tolib o'sha uydan ertalab chiqib ketgan payt hali gap-so'zga aylanib ulgurmasligi mumkin. Ammo shifoxona hammani boshqa bir qo'rquvga qaytaradi. Bundan ham haqiqiyroq, bundan ham og'irroq qo'rquvga. Sherzod u yerda dori hidi va sovuq apparatlar tovushi orasida yotibdi. Endi u ko'p gapiradigan, qiziga mayda-chuyda narsalarni ham tayinlab yuradigan ota emas. U butun oilani o'ziga qarashga majbur qiladigan jim markazga aylanadi. Ba'zan erkak kishi faqat yotib qolsa ham oila kim aslida ustun bo'lib turganini shunda biladi. Zumrad ehtimol aynan shu lahzadan ulgaya boshlaydi. Chiroyli dars orqali emas. Shifokor yurak, xavf, otasi bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar haqida gapirganda qo'loyogi muzlab ketadigan hissiyot orqali. Bungacha u uyda yolg'iz qolishdan qo'rqardi, Tolibga bir suyanchdek yopishardi. Ammo shifoxonada qo'rquv boshqa qiyofaga kiradi. U endi bosh uydagi qorong'ilik emas. Otasini chindan yo'qotish qo'rquvi. Odamni jim qilib qo'yadigan, endi nolishga ham hol qoldirmaydigan qo'rquv. Zumradning onasi tashqaridan o'zini mahkam tutishga urinadi. Shifokordan so'raydi, dori ro'yxatini oladi, qiziga yig'lamaslikni aytadi. Lekin u qanchalik tinch ko'rinishga harakat qilsa, ichidan shunchalik yemirilayotgani seziladi. Hayotda bunday onalar juda ko'p. Ular o'zlariga yiqilishga ruxsat bermaydi, chunki uyda hali farzand bor, er bor, bajarilishi kerak bo'lgan yuzlab ish bor. Ammo bir ozgina orqa o'girganida qo'llari titraydi. Ana shu titroq ba'zan har qanday yigidan ham rost gapiradi. Shu paytda Tolib yana aynan kerak joyda paydo bo'ladi. U dori olib keladi, odamlarni u yoq bu yoqqa olib boradi. Zumrad eng sarosimada qolgan paytda yonida turadi. Mantiqan bu yordam. Ammo boshi qotgan bir oilaning ko'zida kerak paytda yordam bergan odam juda oson oz odamga aylanadi. Xavfli nuqta ham shu. Chunki bir begona odam oila a'zosining ishini ko'tara boshlasa, eski chegara xiralashadi. Sherzod Tolibga minnatdorlik bilan qarashi mumkin. Zumradning onasi ham unga yumshoqroq munosabatda bo'la boshlaydi. Zumrad esa qaysi biri suyanch, qaysi biri tuyg'u ekanini ajratishda yanada qiynaladi. Ammo shifoxona faqat qo'rquv olib kelmaydi. U juda oddiy, lekin og'ir bir bosimni ham ochishi mumkin. Pul, davolanish xarajatlari, dorilar, qayta tekshiruvlar, ehtimol stent qo'yish, ehtimol oila tayyor bo'lmagan boshqa to'lovlar. Bular janjal kabi shovqinli eshitilmaydi, lekin odamni chindan holdan toydiradi. Hamyonda pul yetmay boshlaganda mehr ham taranglashadi. Kim to'laydi? Qayerdan olinadi? Nimadir sotish kerakmi? Begonadan yordam so'rash kerakmi? Obro'sini saqlashga urinayotgan oila shunday kichik savollar bilan ham yerga urilishi mumkin. Menimcha, Zumrad endi o'zini doim himoya qilinadigan qizdek tutib yura olmasligini sezadi. U ishlashni, nimadir sotishni yoki hech bo'lmasa otasining dorilariga o'zi hissa qo'shishni xohlashi mumkin. Lekin bunday ulgayish yengil bo'lmaydi. U aybdorlik hissi bilan keladi.
U o'zini avvallari juda beparvo bo'lgani uchun, onasini ko'p narsada yolg'iz qoldirgani uchun, otasi kasalxonaga tushgandagina oilasi u o'ylaganchalik mustahkam emasligini anglagani uchun ayblashi mumkin. Sherzod hushiga kelsa, o'zini yaxshi ekanini aytishga urinadi. Katta yoshli erkaklar ko'pincha shunaqa. Qanchalik o'g'risa, shunchalik yaxshiman deydi, qanchalik qo'rqsa, boshqalarga xavotir olmang deb tayinlaydi. Ammo aynan men yaxshiman degan gap Zumradni yanada o'g'ritadi. Chunki u otasining rangi oqarib ketganini, nafasi sustligini, ko'zlarida charchoq yashiringanini ko'rib turadi. Ota farzandini vahimaga solmaslik uchun yolg'on gapirgandi. Farzand ba'zan yanada qattiqroq qo'rqadi, chunki otasi uni tinchlantirish uchun rostini yashirayotganini sezadi. Shu yerda Tolib moliyaviy qarorga ham tortilib ketishi juda mumkin. U dorining pulini oldindan to'lab yuborishi yoki Zumradga indamay bir miqdor pul berishi mumkin. Bu mehribonlik. Ammo shu mehribonlik yangi muammoni ham ochadi. Qiyin paytda berilgan pul shunchaki pul bo'lib qolmaydi. U minnatga, qarzdorlik hissiga, odamlar Tolibni Zumrad oldida mas'ul odamdek ko'rishiga sabab bo'lishi mumkin. Zumrad uchun esa bu yordam uni Tolibdan yanada uzoqlasha olmaydigan qilib qo'yadi. Eng yuqori taranglik shifokor yaqinlarini alohida chaqirgan paytda portlashi mumkin. Zumradning onasi o'zini bosishga urinadi, lekin xarajatlar va kasallik qaytalanish xavfi haqida eshitganda ichidan sinib ketadi. Zumrad avval onasiga, keyin Tolibga qaraydi, go'yo javobni ulardan izlaydi. Tolib esa juda kichik bir qadam oldinga chiqadi. Lekin shu qadamning o'zi uning endi oddiy mehmon emasligini hammaga anglatadi. Aynan o'sha lahzani Sherzod ko'rib qolishi mumkin. Uning nigohida endi faqat minnatdorlik bo'lmaydi. U yerda xavotir ham bor, chunki har bir ota tushunadi. Bir erkak qizining qiyinchiligiga haddan tashqari chuqur kirib borsa, bu voqea faqat yaxshilik bilan tugab qolmaydi. Ertami kechmi oila bu munosabatga nom berishga majbur bo'ladi. Ular xohlasa ham, xohlamasa ham eng og'ir osilib qoladigan nuqta kun oxirida bo'lishi mumkin. Sherzod hushiga keladi, Zumradni yoniga chaqiradi va juda past ovozda so'raydi: "Tolib nega hali ham shu yerda?" Bu savolda baqirish yo'q, ayblash yo'q, lekin butun xonani jim qilib qo'yishga yetadigan og'irlik bor. Zumrad darhol javob bermaydi. Tolib ham joyida qotib qoladi. Zumradning onasi esa qiziga qarab, birinchi marta erining kasalligi faqat o'lim qolish qo'rquvini emas, undan ham sekinroq, aytish qiyinroq boshqa bir masalani ochib yuborganini tushunadi. Shu joydan boshlab shifoxona xonasi endi faqat davolanish natijasi kutiladigan joy bo'lib qolmaydi. U butun oila juda haqiqiy bir savolga yuzlanadigan joyga aylanadi. Og'ir paytda kim aslida yaqin odam va kim sekinasta ajralmas insonga aylanib boryapti? Sherzod Tolibdan bu savolni nafrat qilgani uchun so'ramaydi. Darrov shubhalangani uchun ham emas. Bu savol go'yo suv yuziga yengil tegib ketgan toshdek. Lekin pastda juda ko'p narsa qimirlab ketadi. Qiziga erkaklar obro'ni, pulni, hujjatni, nomusni saqlashga urinib yurgan bir paytda. Voqeani aslida ayollar o'zgartira boshlaydi. Marjona eng aniq o'zgargan odam. Avvallari u tashlab ketilgan odamdek azob chekardi, nega tanlanmaganini tushunishga urinardi. Endi bu hissiyot boshqacha. Unga Hoshimjonning izohi ham kerak emas. Matlubaning xatosini tan olishi ham shart emas. Ayol kishi uzr kutishni to'xtatgan paytda, u qolgan umrini o'zi uchun yashay boshlaydi. Menimcha, Marjona aynan shu joyga yetib boryapti. Sekin, lekin juda qat'iy. Hoshimjonni qo'rqitadigan narsa Marjonaning jahli emas. Jahli chiqsa, demak hali bog'liqlik bor. Eng qo'rqinchlisi uning xotirjamligi. U Robiya bilan gaplashishi, ko'z yoshini artib, keyin o'ziga oqishni davom ettirish, yashashni davom ettirish, omadsiz nikoh soyasidan chiqish kerakligini eslatishi mumkin. Eshitganda oddiy tuyuladi, lekin bu juda sokin qasosga o'xshaydi.
Shovqin qilmaydi. Eshik oldida yiglamaydi. Faqat o'zini og'ritgan joydan yo'qoladi. Robiya esa bu paytda juda sokin o'rin egallaydi. U zaif, ko'zlari hali aniq ko'rmaydi. Lekin o'zgarayotgan ayollar ichida eng chuqur qaraydigan odamga o'xshaydi. Balki u Marjonaga ko'p gapirmas. Faqat bir-ikki ogiz aytar. Masalan, bolam, o'tgan gapning ichida o'zingni ko'mib qo'yma. Bunday gaplar juda hayotiy eshitiladi. Ko'p narsani boshidan o'tkazgan odamgina tushunadi. Ba'zi nikohlardan ketish mag'lubiyat emas. Qutulish bo'ladi. Boshqa tomonda Zumrad xavfliroq yo'l bilan o'zgaryapti. U Marjona kabi kuchaymayapti. Aksincha, yumshayapti. Shunchalik yumshayaptiki, Tolibga o'zi o'ylagandan ham ko'proq muhtoj bo'lib qolmoqda. Sherzod bilan bo'lgan voqealardan, shifoxonadan, qo'rqinchli tunlardan keyin u Tolibga juda oddiy savol bilan yozishi mumkin. Ammo o'sha kichik savol ortida uning javobini eshitishga ehtiyoj bor. Bu tuyg'u yosh odamni juda oson aldab qo'yadi. Ular buni minnatdorlik deb o'ylaydi. Aslida esa bu allaqachon qaramlikka aylanayotgan bo'ladi. Tolib qanchalik yaxshi bo'lsa, Zumrad uchun undan uzoqlashish shunchalik qiyinlashadi. Bu munosabat sevgi sozisiz ham kuchli tortadigan holat. U kerak paytda yonida turdi. Dorilar haqida qayg'urdi. Uylaridagi tartibsizlikni tushundi. Zumrad esa eng zaif paytida uni o'zini tashlab ketmagan yagona odamdek ko'rdi. Hayotda ham shunaqa. Ko'p hislar katta hayajon bilan boshlanmaydi. Odam eng qo'rqib turgan paytida kimdir yonida qolganidan boshlanadi. Ammo Zumrad yana bir qadam tashlasa, to'lanadigan narx kichik bo'lmaydi. Uning oilasi Tolibni yaxshi ko'rishi, undan minnatdor bo'lishi mumkin, lekin uni shu uyning odami sifatida qabul qilish boshqa masala. Bir ogiz til chiqishi, onasi ko'rib qolgan bir qarash, qo'shni uning uyga juda tez-tez kelayotganini sezishi. Bularning hammasi gamxo'rlikni gap-so'zga aylantirib yuborishi mumkin. Gap-so'z esa yosh qiz uchun ba'zan haqiqatdan ham og'irroq bo'ladi. Ofsin esa darddan emas, o'ziniki deb bilgan narsaga ega bo'lish istagidan o'zgaryapti. Darvoza oldida to'xtatilgani, hujjatni ololmagani sari uning ichidagi shoshilish kuchayadi. Bunday odamlar o'zini ochko'z deb hisoblamaydi. U haqqimni talab qilyapman deydi. Lekin haq degan so'zni qancha ko'p ishlatsa, ichidagi vasvasa shuncha ko'proq ko'rinadi. Uning ko'zida Bog endi yer emas. Bu uni mensimayotganlarini isbotlaydigan narsa, umidi ham shu vasvasaga tortilib ketishi mumkin. Avvaliga ozgina yordam, ozgina quloq solish, uyga kirib ko'rish xolos. Lekin hujjat masalasiga aralashgandan keyin toza chiqib ketish qiyin. Menimcha, keyingi voqealarda umida shoshqaloqligi tufayli xato qilishi mumkin. U Robiya bilmaydi deb o'ylaydi, qizaloq eslab qolmaydi deb o'ylaydi, hamma shifoxona tashvishi bilan band, hech kim sezmaydi deb o'ylaydi. Odamlarni mensimaslik aynan shunday paytda asl yuzni ochib qo'yadi. Bularning o'rtasida Robiya asta-sekin butun uyning hissiy tayanchiga aylanadi. Bu biroz galati eshitilishi mumkin, chunki u eng zaif holatda. Ammo ba'zan aynan zaif odam boshqalarni o'ziga qarab o'ylashga majbur qiladi. Komil unga qarab yo'qotishdan qo'rqadi. Marjona unga qarab taskin topadi. Hisob-kitob bilan yurganlar ham undan cho'chiydi, chunki u nimalarni eshitganini hech kim bilmaydi. Robiya o'rnidan turib baqirishi shart emas. Uning borligi aybi bor odamni bezovta qilishga yetadi. Matluba esa hali ham o'zini yutayotgandek his qilishi mumkin. U Hoshimjonni Marjonadan ajratdi. Yangi qizni oilaga yaqinlashtirdi. Hammani o'z xohishiga qarab yurgizayotgandek. Lekin aynan shu paytda u eng muhim narsani yo'qotishi mumkin, o'g'lining qalbini. Onasiga juda uzoq itoat qilgan ogil bir kuni o'zining alohida hayoti qolmaganini sezadi.
O'sha kun kelganda itoatkorlik juda tez ranjishga aylanadi. Menimcha, Hoshimjon Matlubaga avvalgidek qaramaydigan bir sahna bo'lishi mumkin. Janjal shart emas. Faqat nigoh. Onasi faqat o'g'lim uchun qayg'uryapman deb yurmaganini, boshqa odamning azobiga haddan tashqari chuqur aralashganini tushuna boshlagan odamning nigohi. Matluba uchun bu birinchi mag'lubiyat bo'lishi mumkin. Chunki u Marjona bilan kurashishga o'rgangan, lekin o'z o'g'lining jim yuz o'girishi uchun tayyor emas. Bu ayollarning hammasi turli tomonga ketmoqda. Marjona kelajakni tanlayapti. Zumrad nom berilmagan hissiyotga sirgalib boryapti. Ofsin ochkozlik ortidan yuguryapti. Robiya bu uyda insoniylikni ushlab qolmoqda. Matluba esa boshqalarni o'g'ritish orqali hokimiyatini saqlamoqchi. Ular bir-biriga o'xshamaydi, lekin voqeani erkaklarning qolidan olib chiqmoqda. Eng kutiladigan joy ana shu o'zgarishlar bir-biriga urilgan lahza. Marjona endi bosh egmaydi. Zumrad endi butunlay beparvo emas. Ofsin sabrini yo'qotgan. Robiya hamma o'ylagandan ko'proq narsa bilishi mumkin. Matluba esa o'zi eng uzoq vaqt nazorat qilgan o'g'li orqali hokimiyatining dars ketayotganini seza boshlaydi. Balki voqea katta janjal bilan portlamas. Oddiy bir uchrashuvning o'zi yetar. Marjona kirib keladi, Hoshimjon joyida qotib qoladi. Matluba sovuq bir gap aytishga urinadi. Robiya jim tinglaydi. Boshqa burchakda Ofsin hujjat masalasi hali tugamagani uchun nigohini yashiradi. Zumrad esa telefoniga qarab Tolibdan xabar kutadi, lekin o'zi nimani kutayotganini ham tushunmaydi, shuning o'zi yetadi. Ular endi avvalgi odamlar emasligini ko'rish uchun shu joyga kelib, dushman kelin 109 ning oldindan ko'rish qismi endi faqat bitta voqea atrofida aylanmayotgani ko'rinadi. Hammasi juda tez ustma-ust kelmoqda. Matluba Marjonani Hoshimjonning hayotidan chiqarib yuborib, o'zini galaba qozongandek his qilishi mumkin, lekin aynan shu galaba ona-bola orasidagi mehrda yoriq paydo qila boshlaydi. Hoshimjon yangi nikohga yaqinlashgan sari 60 dan hali chinakam chiqib ketmaganini yanada ko'proq sezishi mumkin. Marjona esa endi faqat azob chekadigan qiz emas. U kelajakni tanlashni o'rganmoqda. Garchi yuragida hali bitmagan yara borligi aniq bo'lsa ham, boshqa tomonda Komilning uyi ham tinch emas. Bog va kadastr hujjati masalasi qarindoshlikni shubhaga aylantirib yubordi. Ofsin yer ulushini qanchalik xohlasa, ochkozligi shunchalik oshkor bo'lmoqda. Umida o'zini faqat ozgina yordam beryapman deb o'ylashi mumkin, lekin hujjatga, yashirin rejaga, pinhona harakatga qo'l urilgandan keyin men aybsizman deyish oson bo'lmaydi. Eng og'riqlisi esa Robiya. U zaif, ko'zlari qorong'ilikda, lekin aynan u bu oilada ichdan chiriyotgan narsalarni eng ko'p eshitishi va sezishi mumkin. Yana Zumrad va Tolib bor. Avvaliga bu faqat qiyin paytdagi yordamdek ko'rinishi mumkin, lekin tuyg'ular har doim ham aqlga bo'ysunmaydi. Zumrad yolg'izlikdan, otasini yo'qotishdan, bo'sh qolgan uydan qo'rqadi. Tolib esa uning yonida qoladi, dori olib keladi, shifoxonaga olib boradi, hamma narsa chalkashib ketgan paytda uning yonida turadi. Ammo u qancha ko'p yordam bersa, o'sha oilaga shunchalik chuqurroq tortiladi. Endi savol shuki, bu shunchaki yaxshilikmi yoki yechish qiyin bo'lgan bog'lanish boshlanib bo'ldimi? Sherzodning kasalligi ham katta bir ogohlantirishdek. Ota yotib qolganida butun oila ba'zi narsalarni ortga surib bo'lmasligini tushunadi. Sog'liq, pul, mas'uliyat, obro', tuyg'u. Hammasi bir paytning o'zida qolganlarning yelkasiga tushadi. Zumradning onasi o'zini tinch tutishga urinadi, lekin ichidan sekin-sekin sinib borayotgan bo'lishi mumkin. Zumrad esa ehtimol aynan shu shifoxonadan keyin avvalgidek beparvo qiz bo'lib qola olmaydi. Endi eng katta savol nima? Marjona Hoshimjonni haqiqatan ham qo'yib yuboradimi? Hoshimjon Matlubaning nazoratiga qarshi chiqishga jur'at topadimi?
Robiya yana kora boshlasa, bog' hujjatlari atrofidagi sirni fosh qiladimi? Tolib Zumradning yonida qolishda davom etadimi yoki gap-so'zdan qochish uchun chekinadimi? Ovsin hammasini haddan oshirib yuborsa, Komilning uyi qarindoshlikni saqlab qola oladimi? Menimcha, eng kutiladigan narsa bitta katta zarba emas. Eng qiziq joy, har bir odam o'z tanlovi bilan yuzma-yuz qoladigan payt. Kimdir hokimiyatni tanlaydi. Kimdir sukutni. Kimdir qo'rquv ichida sevishni. Kimdir esa o'zini qutqarish uchun ketishni. Hayotda ham shunaqa. Ko'p oilalar bitta katta voqea sababli emas, juda ko'p mayda narsalar yashirilgani, ichga yutilgani, hech narsa bo'lmadi deb ko'rsatilgani uchun parchalanadi. Bu oldindan ko'rishdan keyin siz kim tarafdasiz? Marjonaga achinyapsizmi? Robiya uchun xavotirdamisiz? Matlubadan ranjiyapsizmi yoki Zumrad juda xavfli hissiyotlar ichiga kirib boryapti deb o'ylaysizmi? Fikringizni pastda qoldiring, chunki har bir qarash bu hikoyani boshqacha tushunishga yordam beradi. Oxirigacha kuzatganingiz uchun rahmat. Agar dushman kelinning yangi voqealarini men bilan birga tahlil qilib borishni istasangiz, kanalga obuna bo'lishni, like bosishni va o'z fikringizni yozishni unutmang. Keyingi qismda yana ko'rishamiz, balki u paytda sirlar endi qorong'ilikda jim yotib qolmas.